Prankka zo'r bo'ladi. Hozir Saidani ustidan prank qilamiz, prank. Bo'la qolmaysanmi? Qayerlarda yuribsan, baraka topib? To'g'lan ham qo'qolattirib yubording. Adasi? Kim o'tirdi mendan oldin? Hech kim o'tirgani yo'q, men o'zim o'tiraman, kelib sen o'tirding. Mendan oldin bitta ayol o'tirgan. Ana atirni hidi kelyapti-ku. Voy, Kirmakchi, umuman atiri hidini sezmayapman. Bu-chi, bu meni atirim emas. Bu boshqa ayollar atiri. Ha, bo'lmaganu, seni hid olish qobiliyating shunaqa kuchli ekan. Ochig'ini aytaymi, bu qobiliyat bilan sanchi tamoyilda ishlasang bo'lar ekan. Tamoyilda. Ana tamoyillarni kuchlarni o'rniga ishlamamaqasiga hid olsang jazo bo'ladi. Voy, siz meni kuchli deyapsizmi? Voy, bu meni dugonam atiri-yu. Nima siz? Voy, siz meni yana haqorat ham qilyapsizmi? Ha? Xiyonat qilib turib yana haqorat qilyapsizmi? Mana qarang, boshqa kuchli toping o'zingizga, xo'pmi? Men ketdim. Bu boradigan joy Said, bu prank edi-ku, prank. Oddiy atir.